Assalomu alaykum oyi. Va alaykum assalom. Tuzukmisiz? Rahmat qizim. O'zingiz yaxshi dam oldingizmi? Rahmat. Nimalar qilyapsiz? Nonushta tayyorlayapman. Birga qilib olamiz hammamiz. Ha, rahmat. Yaxshiyam siz borsiz oyijon. Dilnoza. Voy. Dilnoza. Labbay Ozod aka. Yaxshi dam oldingizmi? Rahmat. Nimalar qilyapsizlar? Shu sizga nonushta tayyorlayotgandim. Mana qarang, siz yoqtirgan hamma narsani tayyorladik. Rahmat, qo'ling dard ko'rmasin. Lekin men shoshyapman. Bugun nonushta qila olmayman. Voy, bu nima deganingiz? Bu degani ketishim kerak degani. Mayli, unda qaytishingizda menga qulfni olib kelasizmi? Bo'pti, bilasan, olib kelaman-ku har doim har narsa. O'g'lim, Oyi. Tez ketishim kerak-da. Shu ishi tagida ushlab turmanglar yarim soat, iltimos. Nimadir gapingiz bo'lsa, SMS yozib yuboring. Har kuni shu yarim soat meni ushlab turishinglar kerakmi? yaxshi borib kel demoqchi edim. Rahmat oyijon. Yoqimli ishtaha. Voy, qizim-ku. Hozir. Allo. Allo. Labbay qizim. Oyi, nega telefoningizni ko'tarishingiz buncha qiyin? Ha, nima? Burga chaqdimi? Sen telefon qilasan, lekin kuni bilan vaqtim bo'lmay olmayapman. Ha, siz ham kundan kunga qaynonamga o'xshab ketyapsiz. Nima bo'ldi, gapirsang-chi, qizim? Oyi, qaynonam jonimga tegib ketdi. Erimni gijgijlagan. Zerikib ketdim. O'zi injiqligi, qariligiga ko'nib yashayotgan bo'lsam, shukur qilmaydimi shunga? Ha, endi ancha yosh o'tib qolgan. Qarigan sari odam shunaqa bo'lib qoladi. Qarigan bo'lsa, xonasidan chiqmay o'tirsin. Oilamizga ham aralashmasin. Nima, seni oilangga aralashib nima qilyapti? Ha, mana boyi ham vaqtli turib olib, nonushta tayyorlab, Ozod akamga o'zlarini ko'rsatmoqchi bo'ldi. Yaxshi ham Ozod akam ko'rmadilar. Amalladim. Bo'lmasa boshlanardi to'palan oyijon. Ozgina kutsa o'zim qilardim shuni. Xuddi uyda faqat bular ishlaydigandek. Tavba, tavba. Ha, senga o'zi umuman hech narsa yoqmaydi. Ishlamasa, qarashmaydi, o'tiradi deysan. Ishlaringga qarashsa bunaqa deysan. Bechora xotin yana nima qilsin? Oyi, nima siz ham o'sha kampiri tarafini olasizmi? Siz bilan dardlashib ham bo'lmaydi o'zi. O'zing nima xohlayotganingni o'zing ham bilmaysan. Baribirda oyi. Oyi, nimadir bo'ldi. Hozir qo'ng'iroq qilaman. Nima bo'ldi? Tavba. Bu qiz tushmagur kimga o'xshadi-ya? Yana nima balo qilyapsiz? Bilmasdan tushib ketib qoldi-da.
Nima bilmasdan? Topgan bahonangiz faqat shu. Har 2 kunda birida shunaqa idish sindirsangiz, bunaqada uyda idish qoladimi? Kelin, ataylab qilmadim-ku, qo'lim tegib ketdi. Nonushta tayyorlab qo'ymoqchi edim. Nima? Nonushta tayyorlash sizga qopdimi? O'zim sekin-sekin qilardim. Siz bizdan uzoq, xonangizda jimgina o'tiring. Bizga shundan foyda. Har holda shunda zararingiz tegmaydi. Lekin kelin, men shunchaki Nima? Nima shunchaki? O'zi boya Ozod akam yonlarida gapira olmadim. Bundan keyin o'zingizni ko'rsatib, nonushta tayyorlashingiz shart emas. Jonimga tegib ketdingiz. Yaxshi, qizim, xo'p, mayli. Jahlingiz chiqmasin. Jahlingiz chiqmasinmish. Qani boring xonangizga, o'zim yig'ib olaman. Qoyillatdingiz hammasini. Xo'p, qizim, faqat shovqin qilmang, nabiram uyg'onib ketmasin. Uyg'onsa uyg'onar. Majburlamaganingizda baqirmasdim. Alo? Kim bu? Ha, Xurshidjon o'g'lim, yaxshimisan? Voy bolajonim, yaxshi yuribsanmi? Sog'liging yaxshimi? Juda ham sog'inib ketdim seni, bolam. Men ham yaxshiman, rahmat bolajonim. Ha, vaqti-vaqtida o'g'lim. Hammasi o'z joyida, xavotir olmagin. O'zing nima qilyapsan? Chet elda qiynalmayapsanmi? Yaxshi dedim-ku, o'g'lim. Kelinim, ukang ham juda mehribon. Yo'q hali, endi. Ha, soatga ham qaramabman. Och emasdim o'zi. Voy, qanaqa bo'lar ekan o'g'lim telefonda? Shart emas-edi, keyin o'zim yeb olaman. Xo'p, hozir mayli. Xo'p. Voy xudoyim-ey. Ha, o'g'lim, mana olib keldim ovqat. Kelinni qo'li shunaqa ham shirin, bolam. Bugun dasturxon serob rosa. Asta so'rama, bolam. Bugun osh qilibdilar. Rosa chiroyli qiladi-ya kelinim oshni. Yonida salatlari bilan mana. Achichuvlari bilan. Issiq choylar damlab qo'yganlar. Nega endi aldarkanman, bolam? Rostini aytyapman. Ming shukr, ukang ham, xotini ham juda ham yaxshi. Mayli o'g'lim, mayli.
kun Oyijon bilan yana tortishib qoldik. Nima gap yana? Oshxonada yana idish sindirib bordilar. Shunga jahlim chiqib ketdi. Rosa chiroyli idish edi. Men yoqtirardim uni. To'g'ri. Bunaqa paytda odam asabi buzilib ketadi. Qimmat narsa-da. Endi oyim qatdan tushunadi bunaqa narsalarni. Ana idishmi? Ana yaltiroq. Men yaxshi ko'rgan idish edi. Nima bo'lyapti oyimga o'zi? Shu o'zim bir kun qattiq gapirib yuboraman, keyin shu uydan chiqib ketadilar-da. Lekin boru, sen tushun shunaqa paytda. Nima bo'lsa ham meni onam. Nima qilay endi? Men qariyalar uyiga olib qo'ya olmayman. Bitta idishni deb. Qaraganda endi odam shunaqa bo'lar ekan-da. Menga ham yoqmayapti. Qo'li qaltiraydi. Miyasi ishlamay qoladi. Nima qilish kerak? Unda hech nimaga tegmasinlar. Idishlarimiz qimmat bo'lsa, bilasiz-ku. Bo'ldi. Men o'zim Qanaqa gaplashaman. zamonaviy odamsiz? Shoshma. Lekin bitta narsani tushun. Oyim oldiga har xil odam kelib ketadi-da. Keyin seni unga yomonlab, bunga yomonlab yomon ko'rsatib qo'ymasinlar. Qarindoshlar, qo'ni-qo'shnilarga. Sen shularni sekin menga aytgin, men o'zim tushuntirib qo'yaman. Zo'r bo'lib ketadi, lekin senga minus u narsa. Tushundingmi? Shuning uchun sen oyim bilan tortishmagan. Menga tushuntirsang, men zo'r qilib tushuntirib qo'yaman oyimga. Mayli. Undan ko'ra meni yomon ko'rishsin, sen yomon ko'rishgandan ko'ra, o'g'lida endi ish ko'p, asabi sal chatoqroqda deydi. Lekin sen hamma bilan gaplashadigan, mehmonlar endi qarindosh urug'lar yomon ko'rib qolsa, bo'lmaydi-da, tushundingmi? Menga qara, nima bo'lsa ham oyimga sen gapirmagan, tushundingmi? Nima gap bo'lsa ham menga ayt. Jonga tegib ketdi o'zi. Tushunyapsanmi? Jonga tegdi bir kunda 5 marta, 6 marta bir uyda muammo. Yo, siz qanaqa erkaksiz o'zi? Doim oyingizlarni tarafini olasiz. O'zicha xos kelinlar majbur emas. Qaynonasiga qarashga. Har kuni injiqliklarga qaraveramanmi? Sizga qarayman, bolangizga qarayman. Bolangiz nolyaptimi? Nima endi kelin degani qulmi? Nima yomon hozirgi zamonda kelin yomon. Bular 1 millionlik idishni har kuni sindirsin-da. Yana kelin yomon bo'lsin. Siz faqat ular tarafini oling. Qanaqa erkaksiz? 2 millionga xizmatkor tuting. Indamasdan boshimga chiqib olasizlar. Menga qara. Hamma ham bitta qaynonasini eplab yuribdi, lekin ko'chada gap so'z bo'lgani yo'q. Men senga aytibman, mayli meni yomon ko'rsin odamlar, lekin menga aytgin, men o'zim hal qilib beraman deyapman. Bo'ldi, shuni pulini beraman. O'sha bitta xizmatkor olginda uyga qo'yib qo'ygan. Necha marta olib kelaman desam, uni o'g'irlaydi, tillani o'g'irlaydi. U bu narsalarni o'g'irlab ketibdi. Bir kun televizorda o'g'irlab ketibdi. Pul o'g'irlab ketdi deyapsan. U desam, bu desam, olib kelaman desam, yo'q deysan. Men ham tuhmat qilmayman-ku. Etkin deysiz, etsam eshitmaysiz meni. Meni baqirib tashlayapsiz-ku. Xotirjam eshitsangiz, men ham yetardim. Siz eshitmasangiz, kim eshitadi bu uyda meni? Bo'ldi. O'zingni bos. Bolalar eshitib qolsa ham yaxshi emas. O'zi kichkinagina bir domda yashaymiz. Katta hovli bo'lsa-yu, u yoqda hech kim eshitmasa. Narigi xonada bola ham eshitib turibdi. Bo'ldi, men senga o'sha idishlarni olib kelib qo'yaman. Olib kelganingizdan keyin oyingizga ham ayting, tegmasinlar. Xo'p. Bilasan, u seni yaxshi ko'raman. Endi yaxshi ko'rar ekan deb odam boshiga chiqib ketaverish kerak emas. Endi bolalar bilan seni haydab olmayman-ku. Xohlagan paytingni oyinikiga borasan, xohlagan payting ko'chada ovqatlanasan, xohlaganingcha pul ishlatasan. Bir oyda 30 million, 40 million pul ishlatasan. Ha, nima qilibdi? Bersangiz xotiningizga beribsiz-da. Ko'chadagi qizlarga bermayapsiz-ku. Bo'ldi. Maylimi shuni boshqa kuni gaplashsak? Erkak kishi Boshqa kuni yana boshqa tema chiqsa kerak. Oyingiz sharofati bilan. Eshit meni. Erkak kishi uyda muammo ko'payaversa-chi, uyga qadam bosgisi kelmaydi. Mana shu o'rtoqlarimni ikkinchisi, uchinchisi ko'chada o'ynashlari tiqilib ketgan. Nimaga desam, uyga kirgim kelmaydi o'rtoq deydi. Uyga kirishim bilan g'alva deydi. Ko'rasan deydi. Senda ham shunaqa bo'ladi deydi. Yo, menda unaqa emas deb aldayman hammasini. O, birodar, erkak kishi uyga kirish bilan
muammolarini aytib bo'lmaydi. Shu narsa esingda tursin. Shu ish yaxshimi? Ertaga men birortasiga ilashib qolsam, mana shuna qilib uyga kirishim bilan g'ajaversang, bitta qaynonangga qarab jim o'tirsang bo'lmaydimi uyda? Unda vaqti bilan erkak bo'lib so'rab turing. Sani nima muammolaring bor deb. O so'ramasam ham uyga qadam qo'yishim bilan 8 ta muammo taxlanib turadi-yu, qanaqa so'rayman o'zi? Sizga gapirib baraka topmaydi odam. Idishlarimni olib kelib qo'ying. Uydachi 200 million pul bor. Og'inda taxlab qo'ygan mana bu yerga. Mendan pul so'raysan, nimaga men olib kelib qo'yishim kerak? Shunaqami hali? Ha, shunaqa. Xohlaganimni olib kelaman unda. Bilganingni qil. Ertaga bittasiga uylanaman, yurasan keyin, yig'lab. Sendan zo'rga uylanaman, boru. Yig'lab yurasan keyin, ikkita bolang bilan. Hozir boryapman. Voy Vaziraxon, assalomu alaykum qo'shnijon. Assalomu alaykum. Keling. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Esonmisiz, Tuzukmisiz? omonmisiz? Yaxshimisiz? Ha, Sog'ligingiz tanjoningiz yaxshimi? sog'mi? Keling. Kiring. Hop, Keling. hop. Kela qoling. Keling, yuring. Yuring. Xolidaxon, bir masala yuzasidan chiquvdim oldingizga, bir ish bilan. Labbay aylanay. Shu desangiz, o'g'limni ozgina ishi yurishmay qoluvdi. Shunga ozgina pul kerak bo'lib qoluvdi. 2-3 kunda qaytarib beraman. Agarda sizda bo'lsa deb iltimos qilib chiquvdim-da. Yo'q demasangiz, Xolidaxon. Ha, qo'shnijon, shunga xijolat bo'lasizmi? Bemalol so'raverayman. O'zi kechagina nafaqa pulini olgan edi. Shuni puli bor. O'shandan berib boraman. Rahmat. Keyin o'zingiz qiynalib qolmaysizmi deyman-da. Yo'q, ketsa ham begonaga emas u. Uni ustiga yaxshi kuningizda ham, yomon kuningizda ham qo'shniga bor deyshadi-ku. Ha, to'g'ri aytasiz. Siz kuting, men hozir olib chiqaman. Rahmat, baraka toping qo'shnijon. Yaxshi o'tiribsizmi qo'shnijon? Choydan olib o'tiring. Rahmat. Mana Vaziraxon, yaxshi kunlaringizga ishlating. Hech xijolat Voy bo'lmang. opajon, rahmat. 2-3 kunda qaytaraman. Baraka toping. Kam bo'lmang. Yaxshi kunlaringizga qaytarayman ham. Vaziraxon, topganingizda qaytarasiz. Bo'lmasam shart emas. Voy rahmat. Yaxshiyam borsiz, Xolidaxon. Unda men turib berib qo'ya qolay, o'g'lim kutib Yaxshi. turuvdi. Mayli. Sog' bo'ling, rahmat. O'tiradigan bo'lib keling. Xo'p, xudo xohlasa. Mayli. Qo'shni o'tiradigan bo'lib Xo'p, keling. mayli. Rahmat qo'shnijon. Xo'p. Oyjon, tong saharlab nega kelibdilar? Nima, yomon tush ko'ribdilarmi? Yo'q, nimaga unaqa deysiz? Qarz so'rab chiqibdi. Kerak bo'lib qopti. Uzr, hozir yo'q devorgandirsiz. Shunaqami oyjon? Yo'q, nega endi? Berib bordim. Nafaqa puli tushgandi. Shundan berib bordim. Nima endi? Ko'chadan kim pul so'rab kelaversa, hammasiga shunaqa chiqazib beraverasizmi? Odam nimagadir muhtoj bo'lib yordam so'rab kelganda quruq qo'l bilan qaytarib yuborish odobdan emas, bolam. Ha, qarang-a. Shu uyda shuncha birga yashaymiz. Biror marta ro'zg'orlikka u bu narsa uchun pul ajratmaysiz. Bunaqa oilaviy masalalarda o'sha odobingiz qayerda bo'ladi, oyjon? Kelin, nega unaqa deysiz? Ha, nima deganingiz rostda? bu? Ha, bu bir bundoq, bu yoqqa qarash yo'q. Ishlatganingiz ishlatgan. Shunga yarasha ko'chaga sovurganingiz sovurgan. Bir bizaga foydangiz tegmasa, tekin yashab yurgan bo'lsangiz,
Qo'lingizga tushgan pulni shunaqa chiqazib beravering. Voy, kumush uyg'ondi. Yana gaplashib olamiz buni hal o'g'lingiz bilan. Labbek qizim. Bu kelini. Jonimga tegib ketdi. Nima bo'lyapti yana? Buni borib oyizlardan so'rang. Xo'p, shuni asabim buzmasdan shartta gapir. O'tir Mamitga. O'tir. O'tir. Ana oyiz olgan nafaqa pullarini hammasini qo'shniga berib yuboribdi. Kichkina bitta dorisiga ham sizdan pul so'raydilar. Bizga bersinlar deyotganim yo'q. Hech bo'lmasa o'zlarini eplab tursalar bo'lardi-ku. Foydasi tegmagandan keyin zarar ham tegmasa bo'lardi. Kim pul so'rab kelsa chiqarib beraveradilar. O'zini rasxotiga bo'lsa sizdan so'raydilar. Endi bu narsaga kerak bo'lgandir-da, janjal qiladigan narsa emas u. Endi biror sababi bordir-da, o'zidan o'zi olib chiqib bermaydi-yu. Sababi nima bo'lardi? Kerak bo'lib qopdimi-ishda? Pul hammaga kerak. Odam bunaqa sodda bo'lmaydi. Endi shunga shuncha to'polon qilish kerak emas. Sizga oddiy ko'rinadi-da. O'zlarini ham rosa chaqqan bo'lsang kerak. Ha, gapirdim. Gapiraman ham. Arzimagan pul uchun unaqa qilish kerak emas. Mana shu uyda nafas ola olmayapti odam borib. Siz nimani ham tushunardingiz? Sizdan so'ramasinlar. Men bor, bolalaringiz bor. Bas qilasanmi, yo'qmi? Shunchalikka ham boradimi odam? Men sizni o'ylayapman. O'zini ichib oladilar, nafaqa arziydimi shu? Men ularning pullariga zoriqib qolgan joyim yo'q. Bo'ldi, ishing bo'lmasa. Maylimi, mana shu uyda bir kun tinch yashasam? Men sizni o'ylayapman. O'zim o'ylamayapman. O'ylama meni. Men topaman o'sha pulni. 100 barobarini topaman. Lekin mana shu uyda tinchlik bo'lsin, iltimos sendan. Ayvo. Men o'ylamasam kim o'ylaydi? Bolalaringiz katta bo'lyapti. Ularni o'qitish kerak. Qachongacha shu katalikdek domda yashaymiz? Odam shunchalik ham noshukur bo'ladimi? Ozod aka, bu noshukurlik emas. Hech qachon meni tushunmagansiz. Nuqul shunaqa qilasiz. Bu uyda meni tushunadigan kimdir bormi o'zi? Yoqmayotgan bo'lsa narsalaringni yig'ishtirganda ketgin, tushundingmi? Voy, nima? Bu nima deganingiz? Yo, tushundingmi, tushunmadingmi gapimni? Narsalaringni yig'ishtirda, ko'zimdan yo'qol dedim. Bo'lmasa tinchgina yashagin. Senga boshqa gapim yo'q. Hali shunaqami? Shuni kutib yashaganmi deysiz? Ha, shuni kutib yashavdim. Sizga bahona kerak ekanda? Ha, bahona kerak edi. Bilganingizni qiling. Men ham shu fikrdaman o'zi. Ha, qalay kayfiyatlar? Zo'r. Tayyormisizlar? Ha, tayyormiz. Kumush sumkasini oling. Ha, bugun bir mazza qilib aylanib kelar ekanmiz-da. Biz qaymoq ham yeymizmi, adajon? Ha, bugun bir mazza qilamiz. Nima aytsang olib beraman bugun, xo'p? Xo'p, dada. Qani kumush ketdik. Oyoq kiyimini kiygizaman. Xo'p. Yo'l bo'lsin, o'g'lim. Ha, endi uyda zerikib ketishibdi. 3-4 kun bo'ldi aylanishga olib chiqmaganimga.
Bugun shahar aylanib bir maza qilib xumordan chiqquncha aylanishsin bir. Yaxshi o'g'lim. Agar qarshi bo'lmasang, men ham borsam bo'lardi. Menga qarang, siz bilan yurmayman ko'chama-ko'cha sudralishib. Endi o'zim ham bir oilam bilan aylanishga chiqib tursam, odam xijolat qilaverasiz-da. Agar olib bormoqchi bo'lganimda o'zim aytardim sizga yuring deb. Xo'p, bolam, xo'p. Ko'chaga chiqish yo'da tursin. Bir uyga kiyishga bir bo'lgan kiyimingiz yo'q. Meni tanishlarimning oldida sharmanda qilmoqchimisiz? Qanaqa qilib olib yuraman sizni yonimda? Endi odam yoshi o'tgandan keyin ozgina o'ylaydi. Uyda o'tirib kitob o'qiydigan yoshdasiz-ku. Mana qo'shnilar bor, gaplashib, maza qilib o'tirmaysizmi? Mana televizor bor. Maza qilib choy ichib, ko'rib o'tirmaysizmi? Kimni ko'rgansiz ko'chada? Oilasi bilan yurganlarni, onasini, otasini sudrab yurganlarni. Bo'ldi-da. Yosh bo'lamassiz-ku. Bir kunda 10 marta muammo chiqaryapsiz. Ko'raman o'rtoqlarim onasini. Qachon borsam uyda o'tirgan bo'ladi. Ko'chama-ko'cha yuravermaydi-yu, bo'ldi-da endi. O'g'lim, kecha yaxshi borib keldinglarmi? Rahmat oyijon. Mazza qilib aylanib keldik buvijon. Voy, yaxshi bo'pti-da qizim, voy ona qizim, yaxshi bo'pti-da. O'g'lim, haligi oy oxiriga yetib qoldi-da. Dorilarim tugab qopti. Ha, yaxshi olib beraman oyi. Ishdan qaytishda menga yozib o'rsangiz, ro'yxatini bersangiz, men olib kelaman. Yo'q o'g'lim, dori uchun emas. O'g'lim, bir shifoxonaga borib kelsak bo'lardi. Balki bosqichiga qarab dorilarni almashtirish kerakdir. Bir oydan keyin kelasiz degandi-yu. Ha, endi oyi, hamma momoyizni bittada tiqishtiravermang. Bo'ldi, dori dedingiz. Doringizni olib kelaman. 1-2 hafta o'tsin. Doktor keling deyaveradi. Bori shart emas-ku. Mana shularni ichib yuravering, tuzalib ketasiz. Million pul ketyapti har kun doriga. Mayli o'g'lim. Xarajat ko'p bo'layotgan bo'lsa, hozircha shart emas. Ko'p-da. O'zimda ham qancha muammolarim bor. Hozir ham shifoxona, ham dorilar 20-30 million ketib qoladi. Mayli o'g'lim, mayli. Xafa bo'lib qoldi shekilli-a. Endi bo'ladilar-da. Har 2 kunda birida shunaqa so'raverasiz. Bularni boshqa oila a'zolari ham bor. Bizga shuncha narsa sarflayaptilar. Endi sizni ham dorilaringiz ortiqchalik qiladi, oyijon. Qani kumush ketdik. Tur qizim. Tayyorlanamiz. Ha, qo'shni nimasini aytasiz? Shunaqa qilib, hamma ishlaringizni hal qilyapsiz-da-ya. Ha, asti so'ramang. Bir og'iz so'raganimga shundoq indamasdan beminnat chiqarib berdilar. Opajon shunaqa qarz kerak edi degandim. Mayli qo'shni deb darrov chiqarib berdilar.
To'g'ri-da. Shunaqa paytda qo'shnilar kerak-da. Ha, gapirmang. Baraka topsinlar Xolidaxon. Shunaqa yaxshi ayol ekanlar, ko'z tegmasin. Faqat shu o'g'li bilan kelini qadrini bilmayapti-de. Ha, shuni ayting. O'zlari ham cho'kib, biram og'ir bosiq bo'lib qoptilar-da. Ha. O'zi kasal bo'lsalar, qadriga yetib yashasa ham bo'lardi o'g'li ham. Gapirmang. Katta o'g'li ham yaxshi edi-ya. Yaxshi-yu, lekin chet elda-da. Ha. Bo'lmaydi, bilmaydi. To'g'ri. Ha, mayli-da, bir gap bo'lar. Muhimi ishlarimni hal qilib oldim. Endi shu qarzlarimni Xolidaxonga qaytarib bersam, ko'nglim juda xotirjam bo'lardi. Baraka topsinlar. Ha, to'g'ri aytasiz. Baraka topsinlar. Rahmat shu ayolga. Opa, yaxshi keldingizmi? Rahmat, yaxshi. O'zi vaqtida kelibsiz. Bir masala bor edi. Nima gap, tinchlikmi? Shu desangiz, oxirgi paytlarda oyim juda ko'p muammo chiqaradigan bo'ptilar. Uni ustiga davolanishlari. Bilasiz-ku, men ishda bo'laman. Qolib ketyapti-da. Keliniz ham kumush bilan ovora. Hozir ham mana oyisinikiga ketgan. Xo'sh. Endi shunga haliga biroz hijolat bo'lyapman-ku, lekin aytishim kerak-da. Opa, menga qarang. Shu siz uydasiz-da kuni bo'yi. Endi shu biroz hijolat bo'lyapman-ku, aytishim kerak. Gapir. Shu siz kuni bo'yi uydasiz deyman-da. Shu oyim sizlar bilan yashab tursa bo'lmaydimi? Nima, esing joyidami sani? Qanoq qilib? Pochchang bunga ruxsat bermaydi. Ruxsat berganda ham men olib keta olmaymanmi? O'zi kuni bo'yi pochchang ishda bo'ladi. Bolalar o'qishda. Men uyga qarashim kerak, boshqa ishlarim bor. Eplolmaymanmi oyimmi? Opa, shu menga ham qiyin bo'lyapti-da. Bolalarim katta bo'lib qolgan. Keyin kelini bilan chiqisha olmayapti. Siz baribir qizlarsiz-da, oyimni yaxshi bilasiz deyman. Xo'p, kelin qaramayotgan bo'lsa, birorta uy yordamchisi ol. Shu ham muammomi? Shu qarab yuradi oyimga. Siz ham bir tushunmas ekansiz gapni. Bo'pti, o'sha yordamchini toping siz, pulni men beraman. Siznikida. Siz ham ishlaringizni qilaveradi o'sha yordamchi. Zo'r. Esingni yeb qo'yibsan san bola. Ko'chada eshitgan odam onasini opasinikiga jo'natib yuboribdi deb aytmaydimi? Odamlar gapiraveradi. Bu bir ikki oy bu yoqda, bir ikki oy bu yoqda yashab yuradiganlar ham bor, shunaqa bo'lsa kerak deb o'ylaydi. Yo'q, men bilan yashashlari shart emas. O'zing amalla. Nimadir qilish kerak deb baribir. Oyim. Keling, oyi. O'tiring. O'tir, bolam. Topolmadim bolam. Bolalarga sovg'a olgandim. Keyin kelganingda berarman. Ha, mayli. Sovg'a nima kerak, oyi? O'zga bir narsa oling, bir ko'ynak-po'ynak oling, kiyib yurgan kiyimlaringizni qarang-da. Qancha pul beraman-da, opa? 1 million, 2 million qo'llarga pul berib qo'yaman. Na bir yeb ichgan narsa oladi, na ustlariga bitta kiyim oladi. Bo'pti ukam, men turaman. Oyi, bitta duo qilib yuboring. Ha, endi kelding-ku, qizim.
Ketmasam bo'lmaydi. O'tiring bir Uyga pas boring. gaplashib turing oyim bilan. Bora Ozgina qoling. bundoq tushuntiring. Ozgina bundoq kelinlari bilan urishavermasinlar bir kunda 3 marta. Bundoq aylanib kelsinlar. Bir 3-4 kun bu joyga haligi 3-4 haftami bir chetlarga chiqinglar. Haligi sanatoriyalarga men beraman pulini. Bir dam olib kelinglar. Uyda o'tiraversa-chi odam miyasi aynib qoladi-da, opa. Hozir unaqa 3 hafta, 2 haftaga vaqtim yo'q-u. Biror kun lekin uyga mehmonga chaqiraman. Hech qayerda ishlamaydigan odamni vaqtim yo'q degani g'alati eshitilar ekanda. Kuni bo'yi uydasiz-ku. Bu oyimni olib chiqib bir aylantirib kelsangiz, men pulini berardim. Uyda o'tiraverib shu kuniga 5 marta janjal chiqaradigan bo'lgan. Bolalarimni qanaqaligini bilasan-ku? Bo'ldi, o'g'lim, qizim, tortishmanglar, shart emas. Hech qayerga borgim kelmayapti. Menga o'zim uyim yaxshi. Mayli, men ketdim oyi uyga. Fotoqa qiling. Mayli. Amin. Ilohim, yaxshi kunlarimiz ko'p bo'lsin. Amin. Alloh. Ha? Voy, Tuzukmisiz, assalomu alaykum, opa, qo'shnijon? yaxshimisiz? Tuzukmisiz, yaxshimisiz? Rahmat, yo'l bo'lsin, ha? Kosalarni ko'tarib. Charchamayapsizmi? Yaxshi, rahmat. Sog'liqlaringiz yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Ha? Qayoqqa yo'l olasiz? Xolidapani ko'rgan chiqayotgandim. Bir xabar olib kelay Ha, degandim. mayli. Yaxshi o'ylabsiz, baraka toping. To'g'ri qilasiz. Chiqmaganimga ham ancha bo'pti. Bir dardlashib kelay deb ketayotgandim. Ha, Issiqqina Mayli. ovqat qiluvdim. mayli, Shuni olib chiqib baraka toping. ketayotgandim. Mayli. Yaxshi baraka toping. O'zichi kelini yo qiladi, yo qilmaydi ovqat. Och o'tirmasin. Baraka toping. Men ham bir chiqaman, xudo xohlasa. Kelinimga etaman bir suyuq ovqat qilib bersa, men ham olib chiqaman ertaga. Mayli unda opa, men ovqat sovuqdan Mayli. Mayli. Bora qoling. Yaxshi o'tiring. Salomimni aytib qo'ying. Mayli. Baraka toping. O'zini kelini shu qo'shnichalik ham yaxshi ko'rmaydi. Tavba. Xolidapa. Voy, Ranaxon, keling. Assalomu alaykum, opa, yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Tuzukmisiz? Opa, Charchamayapsizmi? yaxshimisiz? Qani, o'tiring. Nimalar qilib yuribsiz ovora bo'lib? Shu sizga issiq ovqat olib chiquvdim. Oling. Voy, qo'shnijon, nima qilardingiz bunaqa ovora bo'lib? Kelinim qilgan ekan, sizga ham ilindik. Voy, rahmat. Issiqqina yeb Voy, oling. ovora bo'libsiz-da. Ovorasi bor ekanmi, opa? Oling, issiqqina ichib O'zingiz oling. qanaqasiz? Nimalar qilyapsiz? Shu yuribman-da uyda nima ham qilardim. Opajon, Ha, mayli. Xo'p. birinchi shu ovqatni Xo'p. yeb oling sovumasdan, Xo'p. keyin gaplashamiz. O'zingizchi? Men uyda bolalar bilan yedim. Ha, yaxshi. Bemalol oling. Zo'r ovqat bo'pti. Kim pishirdi buni? Kelinim. Juda yaxshi. Qo'li shirin ekan. Kelin yo'q qiladi. Yo'q qilmaydi-da ovqat. Bechora ayollar. Qo'li shirin ekan keliningiz. Rahmat. Zo'r ovqat chiqibdi. Rahmat, Ranaxon. Voy, yemaysizmi? Ha, Oling. yeyman. Sekin yeyman. Ha, mayli opa. Unda men ketdim. Idish qolaversin. Rahmat. Bemalol yana kirib, olib chiqib ketaman Rahmat. idishim. O'tiravering. Mayli, rahmat. O'tirsangiz bo'lardi. Yo'q, mayli, rahmat. O'tiravering. Chiqingga yana. Bo'pti. Yoqimli ishtaha oyijon. Voy, rahmat qizim, keling. Yo'q, shart emas. Biz uyda hamma och qolib ketgan-u. Qo'shnilar ovqat ko'tarib yuradi. Yoqimli ishtaha.
Oyijon. Sizda gapim bor edi. Nima gap qizim? Men hamma ishlarni qilib qo'ydim. Yo'q, oyijon. Bilaman, mendan xafasiz. Oyijon, men boshqa narsani gaplashmoqchi edim. O'g'lingiz yo'q paytlari siz bilan ba'zi bir narsalarda gaplashib olsak bo'ladimi? Yana nimadir sinibdimi? Yoki kuyibdimi? Nima xato qilibman qizim? Uzr ming bor bolam. Yoshim kattaroqda, bilmasdan xato qilib qo'yibmanmi? Yo'q, oyijon. Hammasi joyida. Sizni ko'p bilmasdan dilingizni og'ritdim. Mendan xafa bo'lib qolgansiz. Yo'q, bolam. Shunga o'g'lingiz oldilarida ham xijolat bo'ldim 1-2-3 marta. Bilasiz, ishga boraman. Ota-onamning oldiga borib kelaman. Ularning gapini eshitaman. Ularning muammosi bilan ozgina asabiy bo'lib qolganman. Oyjon, meni kechiring. Hamma zahrimni sizga sochdim. Bilasiz-ku, sizni yaxshi ko'raman. O'zingiz meni kelin qilgansiz-ku. Yo'q, bo'ldi qizim. Nima bo'lgan bo'lsa bo'ldi qizim. O'g'lim xafa bo'lib qolmasa bo'ldi. O'g'lingizdan o'zim kechirim so'rayman. Shart emas, bolam. Siz o'ylamang. Hammasini o'zim joyiga qo'yib to'g'rilayman. Mayli, bolam.